Demak, milliy sertifikat kitob ikkinchi mavzu yechimlarini berishni davom qilamiz. 21 misolga kelib qolganmiz. 21 misolda aytyapti. Qopda qizil, oq, ko'k rangdagi sharcha bor. Jami sharchalarning 9 dan 4 qismi qizil, 14 tasi oq. Ko'k sharchalar soni jami sharchalar sonining 3 dan 1 qismiga teng bo'lsa, jami sharchalar sonini toping deyapti. Demak, bizda bor ekan qizil sharimiz, oq sharimiz va ko'k sharimiz bor ekan. Qizil sharlarimiz jamisini 4 taqsim 9 qismi. Demak, bu 4 taqsim 9x ekan. 14 ta sharimiz oq ekan. Demak, 14 tasi oq ekan. Men jami sharlar sonini x dedim. Shu uchun 4 taqsim 9 qismi 4 taqsim 9x bo'ladi. Jami sharchalar sonining 3 dan 1 qismi esa ko'k sharchalar ekan. Demak, 3 dan 1 x ko'k sharchalar ekan. Men uchalasini yig'indisini x deb oldim, jami sharchalar sonini. 9 dan 4x ga 14 ni plus 3 dan 1 x ni qo'ysam, o'sha x ga teng bo'lishi kerak ekan. Bularga umumiy makhraj beradigan bo'lsam, bunda 1 bor, bunda 1 bor. Bunga 9, bunga 3 beraman, bunga 9 beraman. 4x plus 14 ko'paytirilgan 9 plus 3x barobar 9x. Hammasini nariga olib o'tsam, 14 ko'paytirilgan 9 barobar 2x bo'lib qolar ekan. 2 bilan 14 qisqartirsam 7, bu yerda x topsam 63 ekan. Demak, mendan jami sharchalar sonini so'rayotgandi. Jami sharchalar sonini men x deb olganman. X 63 ga teng ekan. Keyingi misolimiz Sardor pulining 5 dan 1 qismini Ahrorga berganda, Ahrorning puli 40 dan 7 qismiga ortadi. Demak, mana bu yoqda Sardor bor ekan, bu yoqda Ahror bor ekan bizda. Sardor pulini men x desam, Ahrornikini y deyman. Sardorning pulining 5 dan 1 qismi 5 dan 1 x bo'ladi. Demak, 5 dan 1 x bunga bersa, ya'ni y ga 5 dan 1 x qo'shilsa, Ahrorning puli 40 dan 7 qismiga ortadi. Demak, o'zi y edi. Mana shu y 40 dan 7 y ga ortar ekan. Mana o'zi y, Ahrorning pulini y deb olganmiz. O'sha 5 taqsim 1 x qo'shilganda, ya'ni Sardorning puli qo'shilganda, mana qo'shdik. U o'zi ortib ketar ekan 40 dan 7 y ga. Demak, menda ikkalamda ham y'lar bir xil. Bularni tashlab yuborsam, 5 dan 1 x barobar 40 dan 7 y bo'lar ekan. 40 bilan 5 qisqartirsam bu yerda 8. Demak, mendan x taqsim y so'rayapti. X taqsim y 7 taqsim 8 bo'lar ekan. Demak, javobimiz C javobda turibdi. Keyingi misol 23. A shahardan B shaharga qarab yuk va yo'lovchi poyezdi yo'lga chiqdi. Yo'lovchi poyezdi B shaharga borib, u yerda 1 soat turdi va ortiga qaytdi. Yuk poyezdi yo'lning yarmini o'tgandan 1 soat keyin yo'lovchi poyezd bilan uchrashdi. Agar poyezdlar uchrashguncha yuk poyezdi yo'lning 55% ni o'tib bo'lgan bo'lsa, yo'lovchi poyezdi tezligining yuk poyezdi tezligiga nisbatini toping. Xo'p, yaxshi misol ekan demak bu. Qaranglar. Mana bu yoqda A shahar bor ekan, mana bu yoqda B shahar bor ekan. Demak, A shahardan ham chiqibdi yuk poyezdi. A shahardan chiqibdi yo'lovchi poyezdi. Demak, yo'lovchi poyezdi to'liq A dan B ga boribdi. A dan B ga boribdi-da, mana bu 1 soat turibdi. 1 soat dam olibdi. 1 soat dam olgandan keyin yana ortiga qaytibdi. Bu yuk poyezdi ketaveryapti bu yoqqa qarab. Mana bu yoqda uchrashibdi ikkalasi. Bu yoqqacha mana shu nuqtani C nuqta desam, mana shu yergacha masofa yo'lning 55%, ya'ni 0.55x ekan. Demak, B ga bu yoqda qoladi 0.45x. Endi aytyapti, yuk poyezdi yo'lning yarmini o'tgandan 1 soat keyin. Demak, yo'lning yarmini mana bu yerda o'tuvdi. Ya'ni mana bu yoq shundan 0.5x edi. Shundan 1 soat o'tib mana bu yerga kelibdi. Tushundingmi? Demak, o'zi 0.55x jami bo'lsa, 0.55x dan 0.5x ayiradigan bo'lsam, 0.05x ekan. Demak, u 1 soatda 0.05x o'tibdi. Ya'ni masjidgacha u 1 soat yurgan ekan. O'sha 0.05x ekan. Bundan kelib chiqadi menda V yuk poyezdining tezligi 0.05x. Endi qaranglar, yuk poyezdi jami qancha masofa yurdi? 0.55x yurdi. Demak, 0.55x man 0.05x ga bo'lsam, u qancha vaqt yurgani keladi. Ya'ni har soatda 0.05x dan yurib, 0.55x qanchada yurgani kelib chiqadi. Buni hisoblasam men 11 ekan. Demak, T menda 11 soat ekan. 2 u bir vaqtda chiquvmidi bu yoqdan? 2 u bir vaqtda chiqqandan keyin demak, yo'lovchi poyezdi ham 11 soat yurish kerak. Yo'lda. Lekin u mana bu yerda 1 soat dam oluvdi B shaharga borganidan keyin.
Demak, T yo'lovchi jami 10 soat yo'lda yurgan. U jami qancha yo'l yurdi, shuni topaylik. Demak, A dan Bgacha yurdi, X yurdi va yana 0,45x yurdi. Jami demak X plus 0,45x yurdi. 1,45x yurdi. Necha soatda? 10 soatda. Demak, tezligini topish uchun 1,45x ni bo'lamiz 10 ga. Buni qilsak 0,145x ekan. Mendan so'rayapti, yo'lovchi poyezdi tezligining yuk poyezdi tezligiga nisbati. Demak, yo'lovchi poyezdining tezligini topdim 0,45 0,145x. Demak, 0,145x bo'lar ekanman 0,05x ga. Ikkitadan vergul sursak 2,9 chiqar ekan. Demak, yo'lovchi poyezdining tezligi yuk poyezdi tezligidan 2,9 marta katta ekan, obunachilar. Yaxshi misol ekan. Keyingi misol 24-chi. Birinchi ishchi bir ishni yolg'iz o'zi 12 kunda, ikkinchi ishchi esa 15 kunda bajaradi. Agar birinchi va ikkinchi ishchi birga 5 kun ishlasa, so'ngra qolgan ishni uchinchi ishchi yolg'iz o'zi 6 kunda yakunlasa, uchinchi ishchi bu ishni yolg'iz o'zi necha kunda bajaradi. Demak, qaranglar, bu yerda unumdorlikka oid masalalar deyiladi bular. Ya'ni birinchi ishchi bir ishni yolg'iz 12 kunda bajaradi degani, o'zini ishlasa, masalan 24 ta g'isht terish kerak bo'lsa, o'sha 24 ta g'ishtni 12 kunda terib bo'lar ekan. Ya'ni u degani bir kunda ikkitadan g'isht teradi. O'sha unumdorlik bir kunda ikkitadan g'isht tergani hisoblanadi. Ya'ni u nima qila oladi bir kunda? Qancha qismini bajara oladi ishni? Mana shu narsa bizda unumdorlik deyiladi. Demak, uni qanaqa qilib topaman, qaranglar. 12 kunda o'sha unumdorligini bilmayman qanchaligini x deb olaman o'shani. 12 kunda x unumdorligi bilan butun ishchi doim bitta ish deb olamiz. Bir butun ishni bajaradi. Demak, bu yerda uni unumdorligini topsam 1 taqsim 12. Ya'ni u ishning 12 dan 1 qismini bajarar ekan bir kunda. Keyingisiga o'tamiz. Ikkinchisi 15 kunda. Demak, 15 kunda qanaqadir A unumdorlik bilan o'sha bir ishni bajaradi. Bu yerda nani topsak 1 taqsim 15 ekan. Endi keyingi shartiga o'tamiz. Agar birinchi va ikkinchi ishchi birga 5 kun ishlasa, demak birga ishlayapti bular. Birga ishlagandan keyin unumdorligini ham qo'shamiz. Chunki u ko'proq ish bajariladi birga ishlagandan, ikkalasi birga ishlagandan keyin. 1 taqsim 12 plus 1 taqsim 15 unumdorlik bilan ular necha kun ishlabdi? 5 kun ishlabdi. 1 taqsim 12 plus 1 taqsim 15 ko'paytiramiz 5 ga. Plus endi bu yerda yana 3-chi odam ham bor ekan, unumdorligi x ekan. U x unumdorlik bilan 6 kun ishlabdi. Da shunda jami bitta ish bo'libdi, bir butun ish tugabdi. Jami umumiy ishni biz 1 deb oldik-ku, o'sha bitta ish tugabdi jami ishimiz. Endi bu tenglamada x topsak bas bizga. Bunga makhraj bersam, bunga 5 ta beramiz, bunga 4 ta makhraj beramiz. Demak, 9 taqsim 60 ko'paygan 5 plus 6x barobar 1 ekan. Bu bilan buni qisqartirsak 12, bular 12 3 taqsim 4 ekan. Demak, 3 taqsim 4 plus 6x barobar 1. Bu yerda 6x barobar 1 taqsim 4, x topsak 1 taqsim 24 ekan. Demak, 3-chi ishchining unumdorligi 1 taqsim 24. Ya'ni u bir kunda ishning 24 dan 1 qismini bajaradi. Bizdan so'rayapti, u yolg'iz o'zi ishlasa. Bu degani bir kunda 24 dan 1 qismini bajarsa, 24 kunda butun ishni tugatadi. Ya'ni 24 dan 1 unumdorlik bilan t kunda o'sha bir ishni tugatadi desak, t-ni topib olsak 24 kun chiqar ekan. Javobimizda D javobida turibdi. Keyingisi 25 ekan. Qayiqning turg'un suvdagi tezligi 15. U daryo oqimi bo'ylab 80 km masofani bosib o'tib, so'ngra boshlang'ich nuqtaga qaytib kelish uchun jami 12 soat vaqt sarfladi. Daryo oqimining tezligini toping. Demak, bizda katerning turg'un suvdagi tezligi degan hech qanaqa oqim yo'q u yoqda. Kater o'zi yursa, oqim bo'lmasa 15 tezlik bilan yuradi degani. Ya'ni V kater o'zini tezligi 15 ekan. Demak, mana bu yoq bor ekan bizda 80 km ekan jami. Demak, birinchi marta u oqim bo'ylab boribdi bu yoqqa. V oqim bo'yicha boribdi-da, keyin bu yoqqa yana qaytibdi iziga. V oqim endi bu yoqqa bo'ladi, ya'ni baribir. Ya'ni bir marta oqim bo'yicha yuribdi, bir marta oqimga qarshi yuribdi. Demak, biz bilamiz, oqim bo'yicha yursa, oqimga qarshi yurgandan tez boradi. Va o'sha vaqti 12 soat bo'libdi. Ya'ni masalan, oqim bo'ylab 7 soat yurib, oqim bo'ylab 5 soat yurib, oqimga qarshi 7 soat yurgan bo'lishi mumkin, lekin teng bo'lmaydi hech qachon. Ya'ni 6 soat bo'lmaydi. Chunki oqimning tezligi ta'sir qilib turibdi unga.
Boshladik. Demak, birinchi oqim bo'yicha yurgan tezlikni topamiz. Bo'yicha sistema tuzamiz. Ya'ni v plus v oqim tezlik bilan mayli, v ni o'rniga 15 qo'yib ketaveraylik, chunki o'zining tezligi 15 ku. 15 plus v oqim tezlik bilan qanaqadir t soatda 80 kilometr yo'l yuribdi. Endi 15 minus v oqim tezlik bilan T1 deyishim kerak o'zi. Lekin mana jami vaqtim bor 12, buni T deganman. T1 plus T barobar 12 qilib butun T1 topsam, 12 minus T vaqt qolar ekan ikkinchisiga. Ya'ni birinchisi masalan bu 5 soat yurgan bo'lsa, bu 7, bu 3 soat yurgan bo'lsa, bu 9. Shunaqa. Ayirib 12 dan topamiz. Demak, endi men T1 yozmayman bu yerga, birdan 12 minus T ni yozib ketaman. Shu ham 80 ga teng ekan. Endi mana bu ikkalasi ham 80 ga teng bo'lgandan keyin bir-biriga tenglashtirib yuboramiz. Ochib chiqamiz. 15 T plus V oqim T barobar. Buni ham ochib chiqsam 180 minus 12 ta V oqim bo'ladi. Minus 15 ta T plus T V oqim bo'lar ekan. T V oqimlar ham bir xil. 15 ni bu yoqqa olib o'tsam 30 T barobar 180 minus 12 ta V oqim chiqar ekan. Bu yerdan T ni topsam, bundan 12 ni chiqarib olsam, 12 ko'paygan 15 minus V oqim taqsim 30 chiqar ekan. Endi mana bu yerda tuzgan tenglamamga T ni o'rniga keltirib qo'yaman shu narsani. Demak, 15 plus V oqim ko'paytirilgan, men buni qo'yaman T ni o'rniga. 12 ko'paytirilgan 15 minus V oqim taqsim 30 barobar 80 ekan. 80 ni 30 ga ko'paytirsam 2400, 12 ga bo'lsam 2412 ga bo'lsam 200. Demak, 15 plus V oqim ko'paytirilgan 15 minus V oqim barobar 200 chiqar ekan. Ana endi 15 plus V oqim 15 minus V oqim a kvadrat minus b kvadrat berib turibdi. Demak, 225 minus V oqimni kvadrat bo'ladi. Barobar 200. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa bo'lsa, V oqimni kvadrati barobar 25, bu yerdan V oqim barobar 5 metr taqsim sekundligi kelib chiqadi. Demak, oqimni tezligi bizda metr taqsim sekund emas ekan, kilometr taqsim soat ekan. 5 kilometr taqsim soat chiqar ekan oqimni tezligi. Yaxshi, bu misollar qiyinroq bo'lgani uchun keyingilari ham 5 ta 5 ta misollarni yechimlarini berib ketaveramiz. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Milliy sertifikatga topshiradiganlarga yuborib qo'yasizlar.